Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Xayrli kun barchaga. Mana bugun navbatdagi videomizni chiqarishga qaror qildik. Bu ham ona tili adabiyot ustozlarimiz uchun Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari asosida tayyorlangan interaktiv kviz test. Aziz ustozlar, buni ham havolasini kommentariyada qoldiraman. Bemalol darsingiz davomida foydalanishingiz mumkin. Bu millioner bo'lmoqchimisiz? Millioner kabi o'yinlarga o'xshab ketadi. Etapma-etap savollar chiqadi. O'quvchi qachonki to'g'ri javob bersagina keyingi etapga o'tadi. Ya'ni keyingi pul mablag'iga albatta majoziy ma'noda ega bo'ladi. Buni darsingiz davomida qo'llab, har bitta etap uchun o'zingiz alohida sovg'a qo'yishingiz ham mumkin. Bu albatta ijodkorligingizdan kelib chiqadi, aziz ustozlarim. Aziz ustozlar, ozmi-ko'pmi mehnatimizni qadrlagan holatda kanalimizga obuna bo'lib, layk bosing va videolarimizni ona tili adabiyot ustozlarimizga tarqatishga o'z hissangizni qo'shing, aziz ustozlar. Biz esa auditoriyamiz kengaygan sari yangidan-yangi interaktiv o'yinlar, taqdimotlar va sun'iy intellektga asoslangan turli xil videoroliklar chiqarishda davom etamiz. Ozmi-ko'pmi manfaatli bo'ladigan bo'lsa videoyimiz, interaktiv o'yinlarimiz siz uchun manfaatli bo'lsa, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Aytgancha aziz ustozlar, bu savollarni noto'g'ri ishlayotganimga ajablanmaysiz. Sababi man bilasiz. Informatika va axborot texnologiyalari fani ustoziman. O'zimiz spesim bo'lmaganligi uchun yodda ishlashga qiynalaman. Hammaga rahmat. Layk bosib obuna bo'lishni unutmang.